siz ayolingizga yaxshi gapir. Vaqt kelganda Oysha onamiz ovqat olib kelganlar-da. Zaynab onamiz ovqat olib kirib, shirin so'zli bilan iltifot qilib, shunday kosani yerga qo'yganlarida Oysha onamiz jahllari chiqib, kosani ovqatini o'torgan ekan. Agarda bizada shu holat bo'lsa, erkak kishi nima qiladi bilasizmi? Bu yoqqa kel. Soatini oshirsanmi deydi. Ana o'sha paytda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima qilganlar? Hay. Onamiz ana jahllari chiqib, o'zlari indamay to'g'rilab qo'yganlar. Chunki uyni tinchligini saqlash, ayoli bilan qaynonani, ya'ni onasini o'rtadagi bu isyonni to'xtatish yo'li faqatgina erkak kishiga bog'liq. Ayoliga ichkariga kirib, sen yaxshisan, sendan zo'ri yo'q deyish kerak. Onasiga, onajon endi kelini shunaqa ekan, nima qilamiz? Bejaramizda shu bor ekan. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi deb bir pallada o'shab turish kerak. Baribir 10 palla balandroq turish kerak. Nimaga? Ona topiladi, xotin qilyapsiz. Haqiqat. O'shaning uchun kelin aynamasa, qaynona qaynamaydi. Sizlar aynaysizlarki, qaynona bekorga isyon qilmaydi. Xatinni oshma o'g'limni pulini ishlatma. To'g'rimi? O'shaning uchun qo'lingizda shuncha qaynonalar mashaqqatdagi sabr qilib itoat qilsanglar, bir kun sizlar ham qaynona bo'lasizlar. Eng yaxshi ko'rgan o'g'lingizni kimnidir qo'yniga solib qo'ysangiz, keyin nima qilasiz? O'shanda u onajoningizni qanaqa his-tuyg'ularni xayolidan o'tkazganini bilasiz. Bitta o'g'lingizni oq yuvib, oq taraysiz. Mana shu bitta hoji qizimiz bor. Bitta o'g'lini oq yuvib, oq taravyapsiz. Har kuni hech qayerga qo'ymayapti. Katta bo'ladi. Yilg'or, kuchli bo'ladi. Ha desa, birovni oldiga qo'yib qo'yadi. U har kuni kechqurun onasiga emas, xotiniga shikalat ko'tarib kelsa, ayolli ham ayolidan o'tadi onasi. Men nima katta qildim o'zi bo'ladi. Adolatni qila olmasangiz, uyingizda tinchlik bo'lmaydi. O'shaning uchun birinchi onangizga olib kiring, keyin oynani tepasiga qo'yib, xotiningizga olib kirganingizni bildirmang. Bildirmang olib kirganingizni. Bo'lmasam, bilasiz nima bo'lishini. Xo'p, alhamdulillah, Alloh taolo bo'lsin. Bu qilayotgan ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Amri ma'ruf er-xotin mavzusi bo'lib ketdi. Xudo xohlasa bilsin biladi hammasi. Bekorga vaqtli bo'lmayapti bu-da. Xo'p, hozir masjidimizga boramiz, qo'ldan kelgancha ibodatimizni qilamiz. Hamda bugun Beqotga borib umra niyat qilib, o'zimizni yaxshi ko'rgan insonlar uchun umrani niyat qilib, savobini baxshida qilamiz. Bismillah. Gul bermaganlar gul bersin, atata qilamiz bo'lmasa. Ketdik.